Turmush o'rtog'im boshi qarzdan chiqmayapti. Kreditlarimiz ko'payib ketgan. Pul muhim. Mendan ko'ra ota-onamga uyni qiymati baland. Shunday olib qarasangiz, uyga erishish, qimmatbaho buyumlarga erishish, pulga erishish bu oddiy. Ya'ni Alloh bilan oson. Pul so'raysiz yoki xohish istagingizni so'raysiz, lekin ota-ona noilojlikdan buni imkoniyati yo'qligi haqida gapiradi. Mendan ko'ra ota-onamga ish qadri baland. Aslida esa bola o'zi pul so'rayotgan bo'lmaydi. Ota-onani e'tiborini, mehrini so'rayotgan bo'ladi. Nazarimda ko'pchiligimizni qiynaydigan savol qarzdorlik. Turmush o'rtog'im boshi qarzdan chiqmayapti. Kreditlarimiz ko'payib ketgan. To'lay olmasdan yana boshqa kreditlar olishimizga to'g'ri kelyapti. Nega qarzdorlik bizni hayotimizda, umuman qarzdorlikdan qanday chiqib ketaylik degan savollar ko'pchilikda bo'lsa kerak. Xuddi shunday meni o'zimda ham bunday savol bo'lgan. Ya'ni aynan qarzdorlik emasu, nega o'zimni maqsadimga osonlikcha erisha olmayapman. Ixtiyor Do'smatov ustozimizda 2020-yilda, 19-20-yilda adashmasam o'qiganimda bitta narsani aytgan edilar-da. Insonni bitta uy olishi yoki mashina olishi yoki yana daromadini oshirishi uchun butun umrini sarflashi bu xato deb o'ylayman degan edilar. Yoki arzimaydi degan edilar. Shunday bo'lish kerakki, bu narsalar o'zi yo'l-yo'lakay bo'lib ketish kerak deb aytgan edilar, lekin nazarimda buni mag'zini endi chaqqandekman. Kecha ikkita mijoz bilan yakkam konsultativ coaching o'tganimizda buni bir tomoni chiqib keldi. Aynan mijozlarimizda turmush o'rtoqlarini anchagina qarzlari borligi, bittalarida esa kreditlari ko'payib ketayotganligi va u kreditni yopa olmasdan boshqa kreditni olish qanday bo'ladi degan ma'nodagi savol edi va biz mijoz bilan ishlaganimizda bilasizmi, shunaqa juda ko'p narsalar chiqdi. Aynan o'zimni savollarimga, yillab qiynab kelayotgan savollarimga qaysidir ma'noda javob oldim desam ham bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, balki siz ham qaysidir bir maqsadlaringizga uzoq vaqt sarflayotgan bo'lsangiz yoki haligacha menga o'xshab erishmayotgan bo'lsangiz, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun. Bismillahirrohmanirrohim deb boshlayman. Qaranglar-da, biz maqsadimiz yaxshi yashash. Uy-joyli bo'lish, mashinali bo'lish, farzandlarimizni yaxshi joylarda o'qitish, yaxshi joylarga uzatish yoki yaxshi joylardan kelin qilish. Tanamizni sog'lom bo'lishi, turmush o'rtog'imiz bilan munosabatni yaxshilash, farzandimiz bilan, xullas kalom, yaqinlarimiz bilan munosabatimizni yaxshilash. Xohish istagimiz. Lekin negadir bu xohish istaklarni amalga oshirish uchun go'yoki bizni bitta umrimiz yetmagandek. Qaranglar-da, bu muammoni yechimiga men yana bolalikdan javob topdim desam bo'ladi, aynan o'sha mijozlarimiz holatida. Bilasizmi, aynan bu holatda 12 yoshingizgacha bo'lgan davrni tahlil qilishingizni so'rab qolaman, tavsiya beraman. Bizni muammoyimiz aynan mijozimizda qarzdorlik bo'lgani uchun ham, ya'ni pul bo'lgani uchun ham
biz mijozimizda o'sha bolaliklaridagi pul bilan bog'liq vaziyatlarni eslashga harakat qildik. Ya'ni 12 yoshgacha bo'lgan davrda ota-ona holatida pul qanday munosabatda bo'lgan? Va tabiiyki mijozimiz esladilar bolaliklarini, otalari qarzdor, o'ta katta qarzga kirib ketganliklari va bu holatdan onalari o'zlari bilmagan holatdan norozi bo'lganliklari va tinmay o'sha mijozimizni otalari haqida bolalariga gapirganliklari, ya'ni qarzga botdi, bizni qiynab qo'ydi, 5 ta bolani senlarni boqishga qiynalyapmiz degan vaziyatlarni esladilar. Va har doim ota-onalaridan pul so'raganlarida o'sha qarz ro'kach qilinganu pul berish miqdori kamaygan. Endi tasavvur qiling, yoshlikda siz ota-onadan pul so'raysiz yoki xohish istagingizni so'raysiz, lekin ota-ona noilojlikdan buni imkoniyati yo'qligi haqida gapiradi. Aslida esa bola o'zi pul so'rayotgan bo'lmaydi. Ota-onani e'tiborini, mehrini so'rayotgan bo'ladi. Afsuski ota-onalar bizni boqamiz deb buni ilojini qila olishmaydi. Ya'ni ertalabdan kechgacha 4 ta, 5 ta bolani boqishni o'zi bo'lmaydi. U uchun esa mehnat qilish kerak. Ya'ni o'sha pul topaman deb bolalarga vaqt ajratilmay qolgani chiqib keldi ko'chimiz jarayonida. Shu yerda men o'zimni ham og'rig'imni topdim. Birinchi farzand bo'lganim uchun, otam ham katta farzand bo'lganlari uchun majbur bo'lganlar alohida chiqishga. Alohida chiqqandan keyin hovli qilib, u hovlini bitqazishga to'g'ri kelgan. Va xohlaysizmi yo'qmi, mana shu hovlini bitqazish uchun kecha kunduz kerak bo'lsa qo'shimcha mehnat qilishlariga to'g'ri kelgan. Va katta yig'ilgan pullar tabiiyki hozir ham biz to'yga, hovliga yoki yana qaysidir katta orzu maqsadlarimizga tikib boramiz. Bolachalar esa pullarni hammasini ishlatgisi keladi. O'zimni bolaligimni ham esladim. Ya'ni ota-ona bo'lib biz o'zimiz bilmagan holatda bolalarimizga, keling boya aytganimdek, bola e'tibor kutyapti, mehr kutyapti, bolaga vaqt ajratishni kutyapti, lekin ota-ona noilojlikdan pulni ahamiyatini yuqori qilib ko'rsatishiga to'g'ri kelyapti, ishni ahamiyatini yuqori qilib ko'rsatishiga to'g'ri kelyapti, maqsadlarini yuqori darajada ko'rsatishiga to'g'ri kelyapti. Shunda qarang, menda qanday tushuncha bo'lgan ekan? Aynan mijozimiz bilan ishlash jarayonida o'zimdagi jarayonlar holati anchagina javob olindi. Ya'ni har safar katta farzand bo'lganim uchun xohlaymanmi yo'qmi, ota-onamni menga ko'proq vaqt ajratishni istaganman. Go'yoki ishga ketmasin, ertalabdan kechgacha men bilan o'ynasin. Lekin buni iloji yo'q-ku. Shunda men o'zimcha yanglish tasavvur qilgan ekanimki, mendan ko'ra ota-onamga ish qadri baland. Mendan ko'ra ota-onamga, qarang, bolacha tasavvur, pul muhim. Mendan ko'ra ota-onamga uyni qiymati baland. Va o'zim bilmagan holatda, demak, ota-onamni mehrini qozonishim uchun men ishlashim kerak, ko'p balam pul topishim kerak va
uy olishim kerak degan xulosaga kelgan ekanim. Yaqinda bir videorolik ko'rdim, to'g'risi ko'zimdan yosh keldi. Videorolikda bolachani onasi bolachani tadbiriga ketish kerak bo'ladi, lekin yolg'iz ona bo'lgani uchun ham vaqt topa olmasdan tadbiriga bora olmaydi. Tabiiyki bolacha xafa bo'lib uyga kelganida onasini bloknotini topib oladi va u bloknotda onasi kunlik qilishi kerak bo'lgan ishlar ro'yxati bo'ladi. Ishonasizmi, ana bolakay onasini o'zi bilan ko'proq vaqt ajratishini shu qadar istaganidan onasiga tegishli bo'lgan hamma ishlarni qilib qo'yadi uydagani. Idish tovoq yuvish deysizmi, uyni tozalash deysizmi, yana shunga o'xshagan hamma ishlarni qilib o'sha pitichka qo'yib ketaveradi-da, belgilab ketaveradi qilgan ishlarni. Va unchalik esimda qolmadi, menimcha oxirida yo yozib qoldiradi yoki onasiga to'g'ridan to'g'ri aytadi. Men hali katta bo'lsam, sizni qiynaydigan hamma ishlarni o'zim qilaman. Siz menga ko'proq vaqt ajratishingiz uchun yoki meni tadbirlarimga vaqt topishingiz uchun. Bu yerda biz bolamizni bu xatti-harakatini ko'rib, albatta xursand bo'lamiz. Lekin bu bolada juda katta travma bo'ladi. Ya'ni bolada shunaqa tushuncha bo'lar ekanki, insondan, ya'ni o'zidan-da ko'ra buyumlarni, vositalarni, pulni, uyni, kimlarnidir qadri yuqori. Va o'sha qadriga ega bo'lish uchun umri davomida erishishga harakat qilar ekan, mehnat qilishga harakat qilar ekan. Lekin nega tezlikda amalga oshmas ekan, bilasizmi? Chunki ota-ona o'zi bilmagan holatda pulni bahosini oshirib ko'rsatdi. O'zi bilmagan holatda uyga ega bo'lishlikni bahosini yuqori qilib ko'rsatdi. Ishni qiymatini yuqori qilib ko'rsatdi. Demak, biz katta pulga ega bo'lishimiz qiyin, uy sotib olishimiz qiyin, mashina sotib olishimiz qiyin, yaxshi ishga ishlashimiz qiyin deb o'ylarkanimiz-u, Ixtiyor Do'stmatov ustozimiz aytganlari kabi, butun umr mehnat qilsak ham uy-joy qila olmasligimiz yoki pullarimizni ko'paytira olmasligimiz yoki mashina shunga o'xshagan buyumlarni qo'lga kirita olmasligimiz kuzatilar ekan. Aslida esa bunday olib qarasangiz, uyga erishish, qimmatbaho buyumlarga erishish, pulga erishish bu oddiy. Ya'ni Alloh bilan oson. Lekin bizda bunga nisbatan shubha paydo bo'lar ekan. Chunki onam ko'rsatdi-yu, ota-onam pul topish qiyinligini ko'rsatdi, uy olish qiyinligini ko'rsatdi. Butun umr bir uy olish uchun mehnat qildi, umrini fido qildi. Butun umr mashina olish uchun umrini fido qildi. Demak, men ham uy-joyli bo'lish uchun, qandaydir bir maqsadimga erishish uchun butun umr hayotimni tikishim kerak degan xulosaga kelarkanimiz. Mana shu yerda tushunib yetdimki, aslida biz ota-onalar bolaga pulni muhim emasligini, katta pullarga erishish qiyin emasligini, shunchaki maqsadga erishish uchun pul vosita ekanligini, rizq Alloh tomonidan berilishi tayin ekanligini va buyumlar, vositalarni qadri u qadar yuqori emasligini. Hattoki bilasizmi, ota-ona bilan munosabatini ham qiyin ekanligini ko'rsatadi. Qiymatini yuqori darajada qilib ko'rsatadi. Muammoni kuchini yuqori darajada ko'rsatadi-yu, va butun umr biz
er bilan yoki ayolimiz bilan munosabatimizni yaxshilay olmas ekanmiz. Chunki ko'zimizda ota-onamizni doimiy janjallari ko'rsatilgan va uni qadri yuqori darajada ekanligini, uni hal qilish qiyin ekanligi ongsiz holatda singdirilgan ekan. Coaching o'tish jarayonida yana shunday bir narsani tushunib yetdim va tabiiy beixtiyor ayol bo'lganim uchun ko'zlarimga yosh keldi. Biz muammolarni qadrini oshirib emas, er-xotin munosabatidagi janjallarni oshirib emas qadrini. Bu hayot uchun vaqtincha berilgan moddiyatni qadrini oshirib emas, farzandni yoki ota-onani o'zini qadrini oshirib ko'rsatishimiz kerak ekan. Yana ham og'riqlirog'i yaratuvchini, Tangrini, Allohni qadri beqiyosligini ko'rsatishimiz kerak bo'lar ekan. Biz ota-onalar farzandimizga yaratuvchini qadri bebaho ekanligini, uni vasliga erishish oson emasligini, uni jannatiga erishish oson emasligini ko'rsatishimiz o'rniga moddiyatga erishishimiz qiyin ekanligini, qandaydir bir xohish istaklarni amalga oshirish oson emasligini, farzandimizni shunchaki qadri o'sha buyumlarchalik, moddiyatchalik emasligini ko'rsatib kelayotgan ekanimiz. Demak, o'zimga xulosa oldimki, men adashgan ekanim. Haqiqatdan o'zim ham farzandimga uyni bahosi qimmat ekanligini, unga erishish oson emasligini, katta pul topishga erishish oson emasligini, mol dunyoga erishish juda ham qiyin ekanligini va er-xotin munosabatini yaxshilash oson emasligini, o'zini esa qadri pulchalik emasligini ko'rsatib kelayotgan ekanim. Shu yerda to'g'ri er-xotin munosabatini yaxshilolmaydigan holatlarimiz bor va buni farzandlarimiz ko'rib kelyapti. Shunda nazarimda bolalarimizga bu kattalar bilan bo'ladigan holatlar. Mana hozir onang bilan urishyapman yoki otang bilan urishyapman. Bu degani biz bir-birimizni yomon ko'ramiz degani emas. Biz hozir urishamiz va 5 minutdan keyin yana yarashib ketamiz. Yoki men seni urishdim degani, yoki seni xohish istaklaringni amalga oshirmadim degani, bu men seni o'sha xohish istaklaringdan da ko'ra past darajada ko'rganim degani emas. Shunchaki hozir imkoniyatim yo'qligi uchun ham seni xohish istaklaringni amalga oshirib bera olmayapman. Yoki bu degani seni qadring yo'q degani emas. Shunchaki hozir otang bilan meni bu seni xohish istagingni amalga oshirishga imkonimiz yo'q. Lekin kelajakda yoki ertaga yoki indinga harakat qilaman bu masalani hal qilishga yoki birgalikda hal qilamiz. To'g'ri, hozir bolajonim, men sen bilan yoki otangni sen bilan o'tkazishga vaqtimiz yo'q. Bu degani ish, pul sendan aziz degani emas, sendan qadrli degani emas. Chunki sen bizga Alloh tomonidan berilgan ne'matsan. Faqat hozircha otang bilan meni o'zimizni muammoyimiz bo'lgani uchun ham buni eplay olmayapmiz deb bola tushunmasada tushuntirib borish kerak ekan. Toki ertaga bola ulg'ayganda unga nega degan
savollar qolmasligi uchun. Azizlarim, o'zingizni taftish qiling. Sizni bolaligingizda qaysi vositalar muhimligi darajasi yuqori qilib ko'rsatilgan va siz haligacha ularni muhim deb o'ylayapsiz va o'sha narsalarga erishish uchun butun umringizni tikib yuboryapsiz va bu qadriyatni o'zingiz bilmagan holatda farzandlaringizga o'tkazyapsiz. Shunchaki kommentariyada yozingchi, menga o'xshagan o'zi bilmagan holatda xato qilayotganlar bormikin? Yaratuvchini muhimlilik darajasini, jannatni, ibodatni muhimlilik darajasini, o'zimizni, farzandimizni muhimlilik darajasini shunchaki yo'qqa chiqargan holatda moddiyatni muhimlilik darajasini o'ta darajada kuchaytirgan holatlarimizni tahlil qildingizmi? Albatta kommentlarda kutib qolaman. Salomatsizlar.